Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 3-oyning 8-kuni shanba. 2 haftada bir qatim qiladigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Hozir shunda qilib men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq. Shunda qilib bizdagi ulug' Ramazon oyimiz boshlanib ketdi. Oldi bilan men barliq qarindoshlarning tutgan ro'zasi va qilgan ibodatlarining Xudoyim tarafidan qabul qilinishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Shuning bilan birga bugun 8 mart Dünya xonim qizlar bayrami bo'ldi degan. Shu munosabat bilan barliq Uyg'ur xonim qizlarni qizg'in tabriklayman. Sizlarni tabriklash yuzasidan Facebook'ga o'ylamda ochilgan o'sma gulini chiqarib qo'ydim. Ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ben günün çıkan vaxtında bayramda oylamak ekanman, bir 2 kun baldıra çıkarıp koydum. Körüp asana buldu. Şunda qilib aldınqı bir hafta içinde dünyada bek jiq ishlar bo'lib ketdi. Bo'libmi ma hafta emas, o'tgan haftaniki juma kuni Amerika prezidenti Trump bilan Ukraina prezidenti Zelenskiyning bir uchrashishi bo'ldi. Amerika poytaxti Washington DC'da. Muşini çöğürgen alda nurgun işler bo'lib ketdi. Bugun men mushaqda ozaqcha tushuncha birman. Ammo oldi bilan yana bir qancha muhim ishlar bor, sizlarga deb qo'yadigan shuni deb bo'lib, ondan keyin mush suhbat haqida ozaqcha o'zimniki tushunchalarni sizlarga deb beraman. Yaqinqi eng chong xabar biz Uyg'urlar uchun Tayland hukumati 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib etdi. Nurg'un hukumatlar, xalqaro tashkilotlar, Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilari nihoyat zo'r tirikchiliklarni ko'rsatgan. Eng oxirida bu ish Uyg'urlar qutqizilishi mumkin bo'lmay qoldi. Va bu oldingi bir qancha kun ichida aniqlangan ahvolga asoslangan chog'da Amerika, Kanada, Avstraliya qatorliq bir qancha davlatlar Uyg'urlarni biz qabul qilamiz deb ifoda bildirgan ekan. Oshkor emas, maxfiy holda. Lekin bunga qaramay, oxiri Xitoyniki besimga tushidimi yoki Xitoy bergan manfaatga dum tushdimi qilolmaydi. Ishqilib Tayland hukumati 40 nafar Uyg'urni qaytarib etdi. Ular qaytib bo'lgandan keyin televizorlarda asosan 3 tak odamni ko'rsatdi. Shu 40 odamning ichidagi 3 tak Uyg'urlarni ko'rsatdi, qolganlarni ko'rsatmadi. Bu Xitoylarning o'ynayotgan o'yini burungi qaytarilganlarniki hamizniki oqibati yaxshi bo'lmagan. Ular hammasi yo'qolib ketgan. Hozir bu 40 nafar Uyg'urlar to'g'risida zo'r andishalar bor. Bu yil meniki Amerikaga kelganimga 37 yil bo'ldi bu yil. 37 yil bo'ldi. Mush 37 yil jarayonida bu dunyoda intayin zo'r o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bo'libmi adolat, insonparvarlik, haqqoniyat sohasida bek zo'r chekinish bo'lib ketdi. Ma'mu shundoq ahvollarniki bir misol endi. Dunyo ajoyib bo'lib ketib boradi. Endi yana bir bo'layotgan bir ish hozir Trump hukumatiniki hozirgi bir tip maqsadi oldi bilan O'rta Sharqdagi urushni, Hamas Isroil urushini oxirlashtirib, hamda Ukraina Rossiya urushini oxirlashtirib, ondan butun diqqatini Xitoyga qaratmoqchi. Xitoyniki hozir naqadar zo'r tahdid bo'lib ketganligini obdan tushunyapti Amerika hukumati. Mushning bilan munosabatlik ish yuz berdi. Uning birisi mana necha kun oldida Amerika hukumati bir uqtirish chiqarib o'ziniki hukumat tarmoqlariga. Bundan keyin Junxo Xalq Jamhuriyati deb atamay, Jungo deb atash, China deb atash, People's Republic of China emas, China deb atashni o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Xitoy hukumati demay, Xitoy kompartiyasi deb edishni o'tirib qo'ydi. Chinese government emas, CCP deb. Chinese Communist Party deb edishni o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Xi Jinping degan jallodni prezident deb atamay,
Xitoy kompartiyasininki bosh sekretar deb atash. Uch narsani o'tirib qo'ydi. Bu bir nihoyatda zo'r ahamiyatga ega cho'ng ish, muhim ish. Bu nimadan darak bo'ldi desanglar, Amerika hukumati Xitoy hukumatiniki mohiyatini aytib berdi. Hozir Xitoy hukumati amaliyotda mavjud emas, faqat Xitoy kompartiyasi mavjud. Amaliyotda Xitoydagi hamma narsaning ismida xalq degan gap so'z bor. Cumhur Xalq Cumhuriyati, xalq sudi, xalq armiyasi degandek hammasi xalq deb so'z degan so'z bor, ammo bu narsaniki hech qaysi xalqning emas. Hammasi Xitoy kompartiyasiniki. Ashta bo'g'ashqa, anikin Xi Jinpingni prezident deb atsa, xuddi g'arb ellardagi saylam orqali taxtga chiqqan prezidentlar bilan o'xshash o'ringa qo'yilib qoladi bu. Ashta bo'g'ashqa amaliyotda Xi Jinping degan saylangan adam emas, o bir banditlarning boshlig'i. Shunga buni aynan atash, bosh sekretar deb atash, prezident deb atamaslik. Bularni qaror qildi, bu nihoyatda cho'ng ahamiyatga ega. Xitoy bilan munosabatli barliq kishilar uchun, Uyg'urlar uchun shundoq. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng voqea 4-mart kuni Amerika Kanadaga qo'yilgan 25% baj, Meksikaga qo'yilgan 25% bajni boshladi. O'tganda bir oy kechiktirgan, bir oy to'shibdi, shuni bu ishlarni boshladi. Ondan keyin Xitoyga o'tganda 10% baj qo'shilgan bo'lgan, hozir buniga yana 10% qo'shib 20% qilib bu bajni boshladi 3-yilning 4-kuni. Shuning bilan bu to'g'riliq men yozar to'xtalaman, keyin bu ishlarning nima ish ekanligini. Endi davlatlararo savdo mollariga boj qo'shish bu yaxshi emas. Qandoq degan chog'da bundan bir qism yomon oqibatlar kelib chiqadi. Bu boj qo'shdi degan gap, masalan, Amerikaga kirgan Xitoy mollariga boj qo'shsa 200 beradi. Birisi Amerika Xitoyniki mollarining bahası üst ketidi. Üstüge baj qo'shilganligi uchun burun 10 so'mlik narsaga agar 40% baj qo'shsa 14 so'm bo'ladi degan gap. Bu pulni Amerika hukumati chiqarmaydi. Shu mollarni sotib olgan odamlar chiqaradi. Ashtaq bo'lganligi uchun molning bahasi qimmatlashib ketadi. Molning bahasi qimmatlashib ketib, xalqlarniki bu mollarni elish miqdori kamaydi. Miqdori kamaygandan keyin Xitoyniki Amerikaga savdo mollarini chiqarishi biroz azlaydi endi. Biroz azlaydi. Shunga bu yerda mol bahasi o'sib ketadi. Ondan keyin eksport qilingan miqdor azaydi. Bu yerda bundan kelib chiqqan yana bir oqibat bor. U nima degan chog'da chet eldan kirgan molniki soni azayib ketgandan keyin ehtiyoj bilan bu mallarniki tamponluğu buzulup, mallarniki bahasınınki texnik üst bitishiga Türk bo'ladi endi. Mana ishlar bo'ladi. Ashundoq turib, yana nima uchun Amerika bu ishlarni qildi degan bu bir xil murakkab masala. Masalaga hozircha shunchalik deb turay. Endi hozir yaqinki necha o'nning mobaynida Amerika va dunyoda shakllangan zo'r tamponsizlik buni o'ngshash uchun oldidan biroz mustaq igiz pasliklarni boshdan kechirish kerak. Amerika buni biladi, Amerika hukumati biladi, bilib turib qilyotidi. Shu igiz paslikni boshdan kechirmay turib, bo'ron chapqilarni boshdan kechirmay turib, bu ishlarni o'ngishga bo'lmaydi. Shuningdek bu temaning o'zimi xil bir cho'ng tema. Men hozir mashhur deb bunda ko'p demayman. Ikkinchi bir fursat tepib, sizlarga bir qism tushunchalarni berishga tirishaman. Endi Amerikaniki Trump o'tgan qatim 2016 yildan 2020 yilgacha Amerikaga prezident bo'lgan vaqtida Xitoydan kelgan mollarga 20% boj qo'shgan. Bu qatim yeni 20% qo'shdi. Shundaqda hamni qo'shgan chog'da hozir o'ttir hisob bilan 40% boj bo'ldi Xitoy qo'shilgan boj. Mushlar bo'lgandan keyin shu 4-mart kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi muxbirlarga bergan bir savolga javob bergan vaqtida agar Amerika urush qilaman deb urush istaydi ekan, mayli u savdo urushi bo'lsin, savdo boj urushi bo'lsin,
yoki boshqa xildagi urushlar bo'lsin, biz oxirigacha elishishga tayyor deb shon dedi. 4-mart kuni Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi. Ammo 5-islar shuni so'zlagandan keyin Amerikaniki davlat mudofaa ministri Pit Hegseth bu to'g'ri buni possible dedi. Uning degani biz urushga tayyor. Agar urushga tayyor, hozir shunga o'sha urushlarga tayyorlik ko'rib etib, biz Amerikaniki davlat mudofaa askariy qurilmasini kuchaytirmoqchi degan gaplarni, atrof bir gaplarni dedi. Degandiki bu gapga qarata bir muxbir Xitoyniki tashqi ishlar ministri bayonotchisidan savol so'rasa, 5-islar "Oy yo'q, qattiq urush qilib bo'lmaydi, urushni qilib bo'lmaydi" degan gapni dedi. 4-islardagi degan gapidan butunlay tinib oldi. 180 gradus o'rilib lamkan. Odatda zot urush qilishga bo'lmaydi, urushni qilib bo'lmaydi, bunday gaplarni hargiz kuchga damla demaydi. Masalan, Amerika demaydi uni. Xitoy deyotdi bu yerda. Shunga 4-islar degan gapini 5-islar o'zgartib oldi. Amaliyotda bu bunda qarorlarniki manbasi Xi Jinping degan jallat. Boshqa yerdan kelmaydi bu. 4-islar gapini deb qo'yib, qo'rqib ketdilar 5-islar bilan o'zgartib oldi. Mana ishlar bo'lib ketdi yaqinda yoqi. Cho'ng ishlardan. Ondan keyin yana bir cho'ng ish bo'layotgan hozir 4-mart kuni Xitoyniki mamlakatlik xalq qurultiyi bilan mamlakatlik siyosiy kengash yig'ini, ikki yig'in boshlanib ketdi. Bu yig'in davomlashyapti. Amerikada bo'lgan cho'ng ishlar dal shunga to'g'ri keldi. Amerikadagi Xitoyga qaratgan yangidan qo'shgan 20% bosh soda beji bularmi shu 4-islar boshlandi. Hozir Xitoyniki bu ikki yig'inida hech qanday yangilik yo'q. O'qislar bular aytaylik mashinalashib ketgan bir narsa bu har qatam asta o'xshash shaklda bo'ladi. Bu qatamki bir cho'ng bir yangilik bo'lgan bir yangilik. Aslida xalq qurultiyi bilan siyosiy kengash yig'inlari Xitoyniki davlat iqtisodiy haqidagi yig'in bu. Aslida bu boshqa har qatam yig'in jarayonida davlatniki boshbaqoni Zunisi chet elliklarga muxbirlar yig'ini ochdi. Bu yig'inni Xitoy boshbaqoni Li Chang ochmay, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi ochdi bu yig'inni. Uzun yig'in bo'libdi, 1,5 soatlik. Ondan keyin Wang Yi rasmiy urushqoq bo'ra qiyofatiga kirib, intayin bir qism urushqoq gaplarni dedi bu. Bu gaplardan dunyo mit qilib qo'ygan yeri yo'q. Faqat Xitoyniki Abdi Bashirni yana bir qatim ko'rib oldi. Hozir dunyo Xitoyni xil tushunib ketdi bularning qanday bir narsa ekanligini. Amerika bir qism tadbirlarni olyotdi. Muvofiq paytda men sizlarga bu haqda so'zlab beraman. Oldingi bir qancha kun ichidami Xitoyniki necha josuslar tutildi Amerikada. Amerika hozir bu jihat ishlarni intayin qattiq tutib epiryotdi. Bo'libmi dunyo Xitoy hukumatining shu g'arb ellariga qaysi darajada singib kirganligini bayqab hozir cho'chiyotdi biroz. Mushunda ham ishib ketamdi deb cho'chiyotdi. Ham cho'chiyotdi, ham bir qism tadbirlarni olyotdi. Bir qism qarindoshlarimiz hozir Trumpniki tutgan yo'l qo'ygan siyosati o'ziniki Yevropa elleridagi do'stlarini Xitoy ishtiryotdi, Xitoyni yiqilashtiryotdi deb qarayotdi. Amaliyat unday emas. Bu yerda bir cho'ng plan bor, Amerikaning cho'ng plani bor. Buni Yevropami tushunadi. Ko'rinishda taraf bo'layotgandek qilgan bilan Yevropaniki bundan keyin Xitoy bilan hamkorlashib Amerikadan yiroqlashish bunday ishlar kelmasga ketdi mening farazimcha. U narsa yuz bermaydi. Shunga unday andishlarniki hojati yo'q. Bu yerda ajoyib ishlar bo'layotdi hozir. Ana yuqorqisi muhim xabarlar. Qisqacha deb aytdim, birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun degan Uyg'ur Project fondi bilan chet eldagi Uyg'urlarniki xabarlarini nazarda qo'yay. Uniki birisi yaqinda Uyg'ur Project fondiniki 2025-yillik iyan to'plash faoliyatini boshladik. Hozirga qadar 5 kishi iyonni qildi. Facebookda Uyg'ur Project fondiniki PayPal hisobida, Uyg'ur Project fondiniki tor beti orqali
hozir jami $500 yig'ildi. O'tgan yil va oldingi yillar har yili iyani qilganlarning soni 110 dan oshgan. Meniki orzuyim iyani qilish shu Ramazonniki keyingi yerimida ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Endi bir narsani bir eskartib qo'ysam, o'tgan qatimliq meniki videoimni ko'rganlarning soni 11 mingdan oshdi. Facebookda 6800, YouTube'da 4200. Meni qo'llab bergan qarindoshlarga rahmat. Bu ishdan, bu natijadan intayin xushal, bu bir yangi rekord bo'ldi endi. Endi men o'ylayman, agar 10 ming odam shu Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tili, shuni chet elda saqlab qilish, shu yo'lda ish qilayotgan endi Uyg'ur Project fondiga agar $10 pul chiqarsa, $100 ming yig'iladi bizga. Endi madamda qilib bo'lmaydi. Shunda bo'lsa-mu, shuni bir o'lish baqsa deb, shuni o'lish baqsang deb shuni umid qilaman. $10 pul bir vaqt tomoqning pulisi. Amerikaniki aydirimlarida bir chashka qahva ichsangizmi $10 deb pul ketadi endi. Shunchalik pul, lekin Uyg'ur Project fondi uchun necha $10 ming zo'r yordam bizga. Shunga o'tganda men degandek, biz ishni to'xtatmaymiz. Bizniki amalimiz bor. Ashtaq bo'lsa-mu, millatning ishi bo'lganligi uchun bunga keng millat xalq omisi qatnashsa, uniki ahamiyati, qiymati har jihatdan yaxshi bo'ladi. Shunga sizlardan buni sizlarga bu ishni yana qatam deb qo'ydim. Yaqinda tor orqali Uyg'ur Project fondiga $30 yana qilgan qarindoshlar bor. Mayli $10 bo'lsin, $20 bo'lsin, $30 bo'lsin, bu az pul emas. Biz uchun qancha qila olsanglar shuncha qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ishni deb qo'yay. Ana keyin bilgan deydigan yana bir ishim Amerikaniki Virginia shtatida yashaydigan Anvar Mamat degan bir qarindoshimiz bor, doktor Anvar Mamat. Bu qarindoshimiz yaqinda esli ishdan birini qildi. U nima desanglar, Okeanos qomusidagi Uyg'ur tilining izohlik lug'atining to'liq teksti ham peshqadam riyosatchi G'olib Niyozniki ovozliq o'qigan nusxasi, asl nusxasi asosida shularni ratlab bir tor betiga qo'yib qo'ydi. Buningda bu yolg'izlik lug'atlar emas, buningda yana boshqa narsalar bor. Masalan, Uyg'ur tilining izohlik lug'atidan boshqa yer nomlari, tibobat qatorliq bir qancha lug'atni o'z ichiga olgan hamda Uyg'ur kishi ismlari lug'ati, tarix lug'ati degandek. Bunun hammasini to'rbetiga qo'yib qo'ydi. Haqsiz foydalansanlar bo'ladi. Bu Anvar Mamat inimiz qilgan bu mazmunlarni, tayyorlagan bu mazmunlarni biz Uyg'ur Project fondiniki asosli to'rbeti uyghursfoundation.org degan to'rbeti va tilim.org degan ikki to'rbetini chiqarib qo'ymoqchi. Hozir bir inimiz bu ish to'g'ri qilyotidi. Bitganda masalagini deyman. Bundan foydalaninglar. Bu masalan Uyg'ur kishi ismlari lug'ati bek lozim bo'lgan ma'lum yaqinda. Bu narsalar ayt zarur. Endi 2 yilning oldida men sizlarga Uyg'ur Project qilayotgan ikki cho'ng turning borligini, uni hozircha demay turganligimni aytgan. Shu turniki birsi 1990-yili vatanda besilgan 6 tomliq 60 ming xatlik Uyg'ur izohlik lug'ati. Mushu lug'atini biz hozir tor lug'atiga aylantiryapmiz. Bir qism Turkiyadagi bir qism qarindoshlarga haq berib, mushuni qilyapmiz. Bu tor lug'ati pishsa, aslidagi 6 tomliq 60 ming so'zlik lug'at shu peti aynan torda ko'riladigan bo'ladi. Qanday shaklda bo'ldi desanglar, ehtimol yulg'un lug'atini ishlatayotgan qarindoshlar biladi. U xuddi Google'da bir narsa izlaganga o'xshash. Agar siz bir so'zni kirgizsangiz, aslidagi lug'atdagi shu so'zga oid izohat mazmunining hammasi chiqadi torda. Bu PDF emas. Bu bir lug'atlik bir so'z isqatidek narsa.
aşta çıkıdı. Nayet kolaylık buldu. Hazır bu işin katlı 2 yıl oldu. Hazırki planda bu yılın ahırışı bu bütüdü. Pütkende ben sizlerge bunu mu deymen. Hazır Enver Mehmet ilimizdeki kalan malumatım çıkıptı. Işkılıp Uyghur tilini chet elda saqlab qilish jihatdan nihoyatda muhim qadamlar ilinyapti. Buningdan hammamiz xushal bo'lamiz. Men nihoyat xushal bo'ldim. Anvar Mehmet inimizniki ajriga ko'pdan ko'p rahmat. Degan deb qo'ydigan yana bir ish bizniki hurmatga sazovor akamiz Mehmet Emin Hazrat akamizniki ikkinchi va uchinchi kitobimiz chiqdi yaqinda. İkinci kitabı Mavu. İkinci kitabı Mavu. Bu kitaptaki Uygurca ismi Kessinger ve Xitay. Xitay ve Kessinger'in 20 asırlık münasebetinin anatomiyası degan kitap. Bunu hazır setip algılı buludu. Hem bu Google Play'de mi ba? Ma kitap Google Play'de mi ba? Bu kitaptaki Mavu nüsküsü Türkçe. İngilizce ve Türkçe o'xshaydi. Türkçesi aniq endi, Türkçelik ekanligi aniq, ammo bu kitap chiqdi. Andan keyin Mehmet Emin Hazrat akaniki 3-chi kitobi. 3-chi kitobim nashrdan chiqdi. Bu kitobniki bosma nusxasi Amazonda bor. Andan keyin bu yumshoq detal ilk kitob nusxasi Google Play'da bor. Mehmet Emin Hazrat akamiz bu kitobni 3. ayının 15. günlükçülük haksız okulduğundan qilib qo'ydi Google Play'da. Şeyga kirsanlar, downloadga yeri bor, shuni bossanlar, uni o'qig'ili bo'ladi. Turkcha, Xitoycha, inglizcha 3 xil nusxasi. Shunga o'qib baqsanglar bo'ladi. Bu kitobniki bu nimasi inglizcha temisi Unchained Mind: The Story of Freedom and Innovation. Uyg'urcha degan vaqtida zincirlenmegen qalb, erkinlik ve yenilik yaratışının hikayeleri degan temada. Yaqinda Mehmet Emin Hazrat akamiz İstanbul'da yoshlarga bir leksiya berdi. O leksiya mushur mazmunda. Bu kitapta yoshlar uchun intayin qimmatli mazmunlar bor. Ko'rib baqsanglar bilasizlar. Mushu erkin muhit yashaydigan kişiler bilen Xitoydagi diktatorlarning ostida yashayotgan kishilarning o'rtasidagi farq, yenilik yaratish jihatidagi farqlari. Bu yerda nihoyatda nurg'un hikmatlik mazmunlar bor. Shunga bir o'qib qo'yinglar, jiq foydalisizlar. Ondan keyin abadin degandek bu kitoblar 3. ayning 15. kungachilik haqsiz shu yerdan tushirib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ondan keyin imkoniyati bor qarindoshlar va ingliz kitobni setib olib bo'lsa baho yozib qo'ysanglar. Onu memnun kılım. Kitapta çıkılı, tünögün çıktım, bir nökümün çıktı Amazon'a. Bana emdirak kilo kitap. Ende 3. mezun vatan hakkındaki haberler. Vatan hakkında yakında kivatkan videolar. Ende bunu vatan hakkındaki haberlerde hiç kandak bizden hoşçalık kıldığan nesi yok. Şahsen ben tapamayım da derslerini. Hemisi nayet içinişlik zulüm haberleri. Yaqında bazı Uyghur qizlarniki cho'shqa kushiga faxrlanib turib so'zlayotgan videosi chiqdi. Ondan keyin Uyg'urlarniki g'ashag'i evatilishi. Bunga oidmi hali bir qism videolar chiqdi. Uyg'urlar qul emgakchi oldida yashayotdi, darajali g'ashag'i berib o'stam chepib degandek. Ondan keyin Xitoy kompartiyasi, Xitoy hukumati Uyg'ur yoshlarni, erlarni bo'libmi Xitoy o'lkalariga yetkazyotidu yine qo'l ish chiqilib, buning videolarimi chiqyotidu. Mana yana bir video chiqdi, yaqinda tunugun. Vatanda hozir bir qavatlik an'anaviy Uyg'ur o'ylari Pingfang niki savdosini qilish cheklanibdi. Uni setish yoki setib olish ishlari cheklanibdi. Demak, Xitoy Uyg'urlarni özlerindeki an'anaviy o'ylaridan butunlay ayirib etmoqchi. Uyg'urlarning an'anaviy o'ylarini shu shaklda yo'q etmoqchi bo'lyapti. Mushta xabarlar chiqyapti yaqin yaqin. Ana degan 4-chi mazmun Amerika xabari.
Shu o'tib ketgan seshanba kuni Amerika prezidenti Trump Oqsaroyda bir xizmat dokladi berdi. Bu Amerika qonunida bor bir narsa. Har yili Amerikaning prezidenti Amerikaniki navbatdagi vaziyati haqida Avam palatasi bilan Kengash palatasining a'zolariga doklad berdi. Mana bu prezident Trump chiqqili 45 kun bo'lg'achqa birinchi qatimligini odatda doklad demaydi ekan, boshqacharoq deydi ekan. Shunaqa bo'lsa-mu, mazmuniy shakl jihatdan farqi yo'q shu xizmat dokladi endi. Trump bu qatim so'zlash vaqti jihatdan Amerikada bir rekord yaratdi. 1,5 soat so'zlabdi. Burun Clintonga deyman 1 soat 20 minut so'zlabdi ekan. Trump 1 soat 30 minut so'zlabdi. Trumpniki bergan dokladi nihoyatda cho'ng qarshilikqa erishdi. Buni qanday bilasizlar desanglar, har xil raisnashlar bo'ldi bu dokladdan keyin. Raisnashlarda buni yoqtirgan kishilarniki soni solchil medialarda bo'lgan raisnashlardami 70-75%ga bordi. Odatda bunday ishlar bo'lmaydi ekan. Bu qatim nihoyatda zo'r qarshilikqa erishdi. Endi shu doklad jarayonida bir demokratik Avam palata a'zosi, senator deyman, Teksasniki ekan, Al Green degan bir odam yig'inda vaqirab nimaga Trumpni so'zga qo'ymay vaqirab ashta qolganda uni yig'in maydonidan qo'llab chiqaribdi. Bu odam to'g'riliq keyin bir qism uchurlar o'tirib chiqdi. Men shuni ataydan sizlarga deb qo'yay dedim. Mush odam chiri g'alatiroq odam ekan. Mush odam ekan. Bu odam Xitoy bilan intayin yaqin ekan. Beijing Jiaotong universitetidagi faxriy professori bo'lgan odam ekan. Andan keyin Marisim Xitoyniki Texas Houston'daki konsuli bilan bir tamoq yeyotgan rasmi. Bu adam izchil turda Xitoyni qo'llab Amerikada Kunzi instituti qurish ishlarida nihoyatda zo'r kuch chiqargan ekan. Men mashhurni ko'rgandan keyin his qildim, bu odam allaqachon Xitoyniki qiltig'iga chiqib ketgan odam ekan deb his qildim. Xitoyning qiltig'i bor. Masalan deb kelgan burunmi? Buniki 2000 yildan ortiq tarix bor bularniki. O'ziniki dushmanini yoki pul yoki qiz bilan qo'lga tushirdi. Xitoyga bir qism ishlar uchun borgan donliq chet elning donliq arboblari hammasi emas, ko'pincha bir qismi endi Xitoydan qaytib kelgan chog'da boshqa bir odam bo'lib qoldi. Xuddi bir dori yuzib qo'ygandek ekan. Amaliyotda bular Xitoyning qiltig'iga chiqib qolgan odamlar. Yarim kechada Xitoy bularniki yotiqiga chiroyli qizlarni akirib qo'yib, qildigan ishlarni qilib, anadan keyin bu video narsani hamma kamerani tayyorlab qo'yib, videoga olib, keyin keladigan chog'da quloq tutqizib qo'ydi videoniki kopiyasidan birsini. Sizniki mana narsani bizning qo'limizda bor. Biz zuri bo'lganini izlaymiz. Agar biz deganni qilmasang, sen mana videoni oshkorlab etamiz deb. Bu Xitoyniki so'z cho'chak taktikasining birisi. Madammu ashtahmikin deyman, Xitoy bilan yiqiliqqa qarab Xitoyga ko'p bo'lgan ekan. Mushta bir ish yuz berdi. Andan keyin mushdan keyin Amerikaniki kongressida bir bilet tashlash ep berib, Avam palatasida bu odamni ayplash jazosi, bu odamga ayplash jazosi berdi. Bu bir jazo ekan, mushta qoidalarga bo'ysunmagan kongressniki qoidalarga bo'ysunmagan odamlarga misol jazodan bir ekan. Ayplash jazosi deb censor deykan o'zcha. Jazo berdi. Bugun so'zlagan 5-mazmun xalqaro xabarlar. Albatta deganimdek o'tgan juma kuni 28 fevral kunisi Trump bilan Zelenskiy Oqsaroyda bir uchrashuv berib urushib qoldi. Ko'p bahslar bo'ldi. Urush qilib bir satchik bo'ldi. Nihoyatda dunyoda
Nayt çoğun xabar olib ketdi. Bularniki videosi hozir hamma yerda bor. Hamma yerda bor. Ama yamrasini o'tmoqda menda. Men o'tay buni. Bak, oy bo'lmadi. Jep qiziqish bo'ldi bu. Men bu Trump bilan nimaniki kurashgan narsani chiqarib qo'ymoqchi edim sizlarga. Hozir qilib boqay, qilalamdim bir qilib boqay, ya. Kurashgan vaqtidagi bir ko'rinishni sizlarga ko'rsatib qo'yay degandim. Ha, bu yerni o'chirdim. Bo'pti, nima desanglar, men hatiyamni mong'dirib endi chiqmay qolibdi. Nima desanglar, shu Trump bilan Zelenskiy kurashgan vaqtida Zelenskiy bundoq o'tirdi, bundoq o'tirdi. Trump bundoq ingishib o'tirdi endi. Ko'rinish qarasanglar, hozir kimdan yordam so'rayotdi deb so'rab, ko'rinishga qarasanglar, hargiz Zelenskiy Trumpdan yordam so'rab kelibdi deb o'ylamaysizlar endi. Zelenskiy intayin mag'rur qulni qilgan, qapoqlar turib urushga kelganda qilma shunday. Ashta bir ko'rinishda o'tirdi bu yerda. Chiqib bu videoni ozroq olsin ko'rib baxsanglar bo'ladi, ajoyib ishlar bor. Bu yerda endi bu hikoyani sal qisqartirib desak, Trump taki yaqin qadar biz Ukrainaga 350 milliard dollarlik yordam berdik deb kelyotdi. Bu 350 milliard degani o'tgan qatim Trump prezident bo'lgan vaqti va shundan keyingi Biden prezident bo'lgan vaqtda hamma qo'shib shunaqa deyapti deb o'yladim. Biden'niki faqat Biden'dan bergan yordam 170 milliarddan ko'p endi. Shunga 350 milliard dollar yordam berdik. Shunga seniki kan ozishiraydigan tuproq, ozishiraydigan tupa, mush kanlaringni biz ochayli. Etib shundan kirgan kirimdan biz 500 milliardni biz elib olayli deb dastlab tashladi degan. Degandan keyin bunga Ukraina yaqin kelmadi, Zelenskiy yaqin kelmadi. Bizni mustahim bo'lsa qilgan bormi bu deb. Keyin Trump o'zgardi. Bu sonlarni o'zgartirib, bu 500 milliard ne tirildirib olmizmi demay, xeyla bu baldaqni pasaytib, orliqda Rubio bilan Vance, tashqi ishlar ministri Rubio bilan muavin prezident Vance'ni avatib Ukrainaga Zelenskiy kurashdi. Ondan keyin Zelenskiyninki yana bir vakili Ukrainaga borib Zelenskiy bilan kurashib keldi. Shuning dastlabda Rubio Vance'la Zelenskiy bilan kurashgan chaqda Amerikaniki yangi tavsiyasi taklifiga ma'qul bo'lgan. Buludu kan açaylı, bil açaylı. Ama ben devlet içinde bir kısım kanuni resmiyetler var. Şunu becirmesem bulmaydı o da. Aşağı kılıp ular kayıtıp geldi ki 2 gün iken özgür bağlan. Zelenskiy yak biz o da kılmayımız. Ben Amerika yak dedim. Aşağı degende ben yak dedim, red kıldım da dünyaya kaçtı jakarladı. Emniyete onda bulan, onda işlemez bu. Aşağı ondan keyin yani Trump'niki vekili bağdı, berip aşağı kılıp yine o kilişim imza koyduğun bulup Aşınmadan Amerika'ya kelgan oldingi juma kuni. Emniyatda bir qism yaxshi ko'ngilli kishilarniki hammasi Zelenskiyni Amerikaga kelmay, Ukrainada turib mumkin kelishim imzo qo'yishni taklif qildi ekan. Ammo Zelenskiy uni anglamabdi. Anglamay Amerikaga kelib, endi shu ko'rinishidan qarasanglar, Zelenskiyning shu kundagi turqidan qarasanglar, xuddi urushga kelgandek mumkin. Amerika'dan, Trump'tan üçüne evağlı kelgandek müştak bir kayfiyatda geldi. Ondan keyin Trump bilan Vance bilan butlay ingliz so'zlashdi. Bu kishi keyin muxbirlarga kirishgan chaqda ingliz so'zlashdi. Ba'zi kishilar ingliz so'zlamay, o'ziniki Ukraina tilida so'zlab tarjima etishni taklif qildi ekan. Undaqmi qilmaydi endi. Ashta qilib shu kurashda Trump bilan urushib qoldi. Endi hozirgi meniki sizlarga qisqacha tushuncha berib qo'ydim. Mushu urushni qanday tushunish kerak? Bu to'g'riliq nurg'un mulohazalar bor, har xil ko'z qarashlar bor. Men planiki to'g'ri bugungi xato demayman, uni vaqtim yo'q, uni qiymatim yo'q. Faqatlam o'zimniki tushunchasini deb qo'ymoqchi. Uni o'zingni baho bir vasani bo'ladi. Bu yerda yuz bergan bir qancha masalalar bor. Birinchisi til masalasi.
Albatta men degandek Zelenskiy başlanan teklifini qabul qilmay inglizcha so'zlagan. Inglizcha xili bo'ladi ekan. Endi Trump bilan bir maydonda munozaraga tushgandek bo'lgan ekan inglizcha xili bo'ladi degan gap. Lekin endi o'ziniki birinchi ona tili bo'lmag'achqa yeni sal keltirib qo'ygan yerlari bo'ldi. Masalan, shu suhbat jarayonida pushaymon inglizcha regret degan gapni tushunmay o'zi kelgan tarjimondan so'radi deb regret degan gapning ma'nosi nima deb. Endi xabarlarda bor har qanday tilga shu tilni ishlatadigan millatniki madaniyati orqa ko'rinish bo'lib turadi. Nurg'un ishlar bir millat bilan yana bir millatniki ifodalash shakli usuli o'xshamaydi. Masalan, biz Uyg'urlarda shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi degan so'z bor. Agar mush gapni inglizchaga tarjima qilib inglizlarga desanglar, hayron qoladi bu gapga. Ular hargiz shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi degan gapniki asliki yushirgan ma'nosini tushunib yetish mumkin emas ular uchun. Tilniki misol alayhligi bor. Uningga shu millatniki madaniyat orqa ko'rinishi asos bo'lib turdi endi. Ashta boshqa Zelenskiy'niki qo'polroq gap qo'ygani o'kinsa til masalasi bo'lishi mumkin. Aslida o'zining unda qilish niyati yo'q, lekin ashta ifodalanib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin Trumpni va Amerikaniki boshqa amaldorlarini qattiq norozi qilyapti. Ikkinchisi, Biden Zelenskiy eng yaxshi ko'radigan odam. Zelenskiyning eng yaxshi ko'radigan odami. Anadan Bidenmi Zelenskiyni eng yaxshi ko'radigan prezidentniki birisi endi. Biden prezident vaqtida Zelenskiyga qilgan yordamlariga hech qanday shart qo'ymagan. U qarz emas, haqiqiy yordam qaytarib olamiz degan gapmi yo'q, boshqa shartmi yo'q, hech kim yo'q. Ashtaqli bergan endi. Ashtaq bo'g'ashqa bu Zelenskiy Bidenni yaxshi ko'rib kelgan, lekin Trumpni yaxshi ko'rmaydi. Trumpmi Zelenskiyni uncha yaxshi ko'rmaydi. Buning ichida nimishqa desanglar, Zelenskiyniki Amerika siyosatiga alishib qolgan ba'zi ishlar bor. Masalan, o'tgan yil 10-oyda Trump bilan Kamala Harris Amerikaniki prezidentlik saylamiga shun harakat qilayotgan vaqtda Zelenskiy Amerikaga kelib, Pensilvaniyaga kelib, Pensilvaniya degan shtatga, Pensilvaniya shtatidagi bir demokratchi partiyadan bo'lgan Shapiro ismli shtat boshlig'i bilan birga Pensilvaniyadagi bir harbiy qurol zavodiga berib, shu qurol zavodidagi ishchilarga kirishgan chaqda sizlar Harrisga bilan tashlanglar, ashta qilsanglar xizmatinglardan ayrilib qolmaysizlar deb ashta gaplar qilgan bu. Ya'ni Amerikadagi prezidentlik saylami uchun maydon tanlagan. Qarshi tarafda turgan, Demokratik partiya tarafida turgan. Bu bir intayin cho'ng xatolik. U chaqda uniki o'ziniki o'ylaganda cho'qim Trumpni prezident bo'lolmaydi, qarshi chiqadi deb o'ylab degan bo'lishi mumkin bu gapni. Lekin ashundaqda hech qanday narsa jazmlashmagan bir ahvolida bunday maydon tutish, taraf tutish intayin xato aslida. Mashina bilan Trumpni va jumhuriyatchilarni norozi qilgan ishi bor. Undan boshqa mushu qatim oldingi juma kuni mushu Trump qatorliq Amerika amaldorlari bilan kurashishdan burun bu yana bir demokratchilar qurgan bir so'ringa berib, shu demokratchilar bilan bir necha soat suhbat o'tkazib kelgan bu. Mandatchi aytganchada bu demokratchilar uniki mingisini yig'an bo'lishi mumkin. U yig'in oshkora yig'in bo'lmaydi, uni sirtqa ko'rsatmaydi, lekin yig'in tugagandan keyin shu demokratchilardan birisi chiqib Twitterga bir narsani yozgan. Qanday gaplarning bo'linganligi bo'libmi? Trumpniki shu Rossiya bilan ilib boradigan suhbati dediki, shartlarni qattiq qabul qilish bo'lmaydiganligi yo'q, bu to'g'riliq. Shunga bu gaplar cho'qim Zelenskiy yalvadi. Zelenskiyniki alqadak bir urushqoq qiyofatda qulni mondaq qo'yilib Oqsaroyga kelib kirib o'tirib mondaq qilishdagi sababniki bir qism sabab shu bo'lishi mumkin. Zelenskiyniki cho'ng qo'saq ko'pigi bor Trumpga, Amerikaga yaqinqi vaqtlarda umumiy bir sabab, ammo omil bir sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi bir narsa,
Zelenskiy Amerikaniki cho'ng yordamlar boshqa davlatlarga, chet ellarga cho'ng yordamlarni bergan chog'da uningga shart qo'ydiganligidan iborat mundaq bir narsani tushunmaydi. Buniki bir misoli yaqinda Isroiliya, Hamas, Falastin o'rtasidagi urushlarning xabarlarida bor. Baydenmi mushu Isroiliyaga yordam qilganda uningga shart qo'ygan. Ikki shart qo'ygan. Birinchisi Netanyahuga sen bir birleşme hükümet kursan, bu işini senin partiyang sen vekillik qilgan partiya o'z oldiga yapası bo'lmaydi degan shartni qo'ygan. Ikkinchisi urush yerimi kelgan chog'da nimadagi Gazadagi puhrolar bachaq o'tib ketgan chog'da urushni to'xtat. Endi anonsisan bo'lmaydi, ma u xalqqa bo'lgan ziyon bach cho'ngib ketdi deb u shartni qo'ygan. Shu chog'da Netanyahu yo'q, men to'xtamayman. To'xtasam ishimiz faqat butlab buzilib ketadi degandan keyin Bayden do'stima yordam to'xtaman deb shunday degandan keyin Isroillar to'xtagan. Demak, bu yerda Amerika mushtaq cho'ng yordamlarni qilgan chog'da uni shart qo'ydi. Uni shartsiz bermaydi. Shunga garchi Bayden nimaga Zelenskiyga shartsiz yordamni bergan bilan Trumpning qilayotgani Amerikaniki odatda qo'llanib kelayotgan odat tutilgan yo'l edi. Normal yo'l bu. Uni alayda qandaqdir zindikliklar qiyishib qotgan ish emas bu yerda. Shu bu nuqtani Zelenskiy tushunmadi. Tushunmay Amerikadan ortiqcha xap bo'ldi mana shu chog'da. Ondan keyin Trumpningki 4-chi nuqta Zelenskiy Trumpning Putin haqida tutgan yo'lini tushunmadi. Ya qabul qilmadi. Qabul qilmaslik sababini tushunmaslik bo'lishi mumkin. O'tganda sizlarga dedim, bu Amerika Rossiya suhbati. Bu suhbatiniki maqsadi nima? Buni qat'iy oshkorlamadi, hech kim demadi. Amaliyotda bu Amerikaning ko'zligini nima degan narsa keyincha ozroqdan oshkorlanib o'tirib chiqdi. U bo'lsa u nima desanglar, Amerika Putinning rayini bilib baxmoqchi. Shu Ukraina urushini to'xtatish uchun qandaq qilganda Putinni bir suhbat ustiga akilib, Zelenskiy bilan o'xshash ustiga akilib bir kelishim tuzgan bo'ldi. Rossiya nimani istaydi? Mushtaq bir natijaga erishaman desa, Rossiyaniki qandaq shartlari bor? Mushuni bilib baxmoqchi aslida. Bu yerda Amerikaniki Ukrainani setvatgan yoki o'qiyotgan, bunda ishlar yo'q. Hozirgi gap bu urushni to'xtatishniki boshqa hech qanday amali bo'lmaganligi uchun endi kichik qadamni elib oldi bilan birinchi qadamda Rossiyaniki shartlarini bilib baxmoqchi. Ukrainaning sharti aniq, u uzun buyon deb kelgan shart u amalga ayon. Shunga mushtaq suhbatni Putin Zelenskiy bilan ko'rishmayman deydi, Zelenskiy Putin bilan ko'rishmayman deydi. Ashta bo'lganligi uchun bu suhbatni faqat Amerika Rossiya o'rtasida suhbat bo'lsin deb aslida shu yo'lni tutgan. Bu yerda Trump tushundi bu ishlarni tushundi. Masalan, Ukraina nimaga Putinga gapirgan vaqtida shu qatimliq kelishimniki bir sharti sifatida Ukraina NATOga kirmaydi degan narsa bor. Ondan keyin zamin masalasi bu to'g'riliqmi? Hech qanday bir aniq bir narsa o'tirib qo'ymagan, shartni o'tirib qo'ymagan. Ondan keyin hozirgi yana bir narsa Amerikaniki Trumpning tushuntirib kelgan narsasi. Nima Amerikaning Ukrainaga beradigan yordami hozir eng yuqori pallaga chiqdi. Yordamni bundan cho'ng qilitish ehtimolligi hozircha yo'q. Mushtaq ahvolda bu urush hech nega bo'lmaydi. Ya Ukraina nimani Rossiyani chekindirolmaydi, Rossiyami oldiga ancha bir ilgilolmaydi. Hozir faqatlam bir ozg'alishidagi odam o'ltirishdan bo'lib qo'yatdi. Har haftada bir necha ming odam o'lyapti. Shu urushni to'xtatish kerak. Bunun deyotgan narsamiz shu. Zamin to'g'riliqni hech qanday gap qilmagan. Açtaq turib, bu narsani nima Zelenskiy tushunmadi. Ondan keyin 5-chi nuqta
qanday qilib uzun muddatli tinchlik qo'lga keltirish Ukrainada. Endi Trump'niki plani aslida Ukrainadagi kan boyliqlarini Yevropa, Ukraina, Amerika birlikte echish. Ondan keyin ashta qolgan vaqtida bu yerga bir narsa agar Ukrainadagi shu olishtiradigan to'pa zapaslari bor rayonlarga qaragan bo'lsanglar, bularning hammasi ko'pinchisi Rossiya egallab olgan, besib olgan 4 zimin bilan Ukrainaniki chegara rayoniga to'g'ri keldi bularning hammasi. To'g'ri keldi. Endi bu yerni agar Amerikaning shirkatlari berib ochsa, u yerda Amerikaliklar bo'ldi degan gap. Rossiya mangolmaydi atrofga. Mangsa Amerikaliklar bor tomdan o'tish kerak bu. Bu tomdan o'tilgan chog'da agar bu yerga chiqilsa, u yerda Amerikaning askarlari aralashadi bu ishga. Bu yerda Amerika o'zining manfaatini qo'g'dash uchun askar kirgizgan bo'ladi bu yerlarga. Ashning bilan Ukrainaniki Rossiyaniki texnik ishlarga kitish yoki bu yerda ishni to'xtaydi aslida. Amaliyotda Amerikaning maqsadi Ukrainadan bu 4 ziminni qaytarib olish. Qaytarib olib uni DMZ deydi inglizcha, demilitarized zone. Harbiysiz, askarsiz bir rayonga aylantirish, iqtisodiy rayonga aylantirish. Bu yani işte kanlarını echish, Yevropa, Amerika, Ukraina birlikte. Shu orqali Rossiyani chiqarib o'tish bu ziminlarni. Qaytib kirmaydigan qilib qo'yish. Aslidagi Amerikaning plani mush ekandir mening bilishimcha. Lekin bu narsani Zelenskiy ancha tushunamadi. Trumpning gapiga ancha tushunmadi. Bu shu kirish jarayonida shunga Zelenskiyniki o'tirib qo'ygan bir narsa Ruslar Putin va'dasi tutmaydi. Burunmu 23 qatim kelishimlarga imzo qo'ygan, ammo ash kelishimlarning hammani buzdi, amal qilmaydi, va'dasi tutmaydi. Undaq bir va'dasi tutmaydigan odam bilan sen qanday kelishim tuzalaysan degan gaplarni dedi bu yerda. Ashta gaplar o'tirib chiqdi endi. Putin Obamani ko'zga olmaydi. Shunga 2014-yili Obama prezident vaqtida Putin Qrimga besib kirib, Qrimni tortib olgan. Bunun xabarlarda bor. 2016-yili Trump prezident bo'lgandan keyin Putinga Ukrainaga tajovuz qilma, tajovuz qilsang pushaymon qilsan. Sen pushaymon qilsan degan gap deb ogohlantirib bergan. Shunga Trump mezgilida Putin Ukrainaga hech qanday bir yangi ish yapamagan Ukraina ustidan. Hamda shu vaqtda Trump Ukrainaga bir qism ilg'or qurollarni bergan. Masalan, Jacklin ismli tank etish quroli. Ashta qurollarni bergan. Mushqiga qatim shu suhbat jarayonida mushkatlarni o'tirib chiqdi. Zelenskiy bu suhbat jarayonida asosan men nima desam shuni bilsan degandek shunchalik bir qo'pol ashta bir shaklda men deganni qilsan deganni bilsan degandek ashta bir qiyofatda so'zlaganda Trump biroz tushundirmanda bu ishlarni. Men oldin qatib prezident bo'lgan chog'da sanga Jacklin degan qurollarni bergan. Agar ash qurollar bo'lmasa senda 2022-yili Rossiya tajovuz qilib kirgan vaqtida seni 2 haftada besib oldi. Agar sen biz bergan qurolni ishlatib Rossiyaniki tanklarini to'sib olmagan bo'lsang, seni 2 haftadan besib oldi desa, Zelenskiy shundoq. Putin bu men seni 2 kunda ichida besib olaman butun Ukrainani degandi. Deb ashundaq bir Trumpni ko'zga ilmagan ashta bir gaplarni dedi u yerda. Bu gap bu Amerikaliklarni intayin xap qilyapti. Endi hakikaten Trump Putin'e yüz hatır qilmaydi. Gerçi Trump'niki bir aytganim sizlarga dedim. Radikal gaplarni deydi. Putin mening do'stim, Xi Jinping mening do'stim, bu degan gaplarni. Putin meni hurmatlaydi. Putin mendan qo'rqadi degan gaplarni deydi bu. Putin haqiqatan qo'rqadi Trumpdan. Sizlarga shunday bir misolni deb beray. Mana shu Suriya urushi vaqtida Trump
Putinga bir qism qizil sızıqlarni sızib bergan. 2016 yildan 2020 yilgacha bo'lgan Trump prezident bo'lgan vaqtda. Keyin Putin gap olmaydi. Qizil sızıqni o'tdi. Ashta qolgan chog'da Trump Amerika askarlariga buyruq tushirib, Rus askarlarini otgan. Shu chog'da Ruslarniki Wagner gruppasiniki askarlardan 300 askarlarini o'ltiribdi Amerika qo'shini. Bununla Putin g'ing qilmadi. Trumpniki mijozi shundoq. Shu bu ishlarni Putin bilan biladi. Amaliyotda Amerika shu sovuq urushidan keyin 1990-yillardan keyin bunchalar ko'p rus askarlarini o'ldirib boqmagan. Mushkatimchi o'ltirdi, lekin Putin hech qanday gap qilmadi bunga. Endi bu qitimki kurashishda Zelenskiy nima uchun bunchalar haqorlashib ketdi deganda, shu 3 yillik urush mobaynida Zelenskiy bir dunyoviy qahramonga aylandi. Men sizga o'tganda bu to'g'ri degandim. Haqiqatanmi o'limdan qo'rqmay, qochmay, davlatdan qochmay, boshdan oxiri chin turib urush qilib, boshqa qilib kelyotdi. Shuning bilan hozir Amerika kepmi Amerikaning kongressida bir necha qatim nutq so'zladi. Zelenskiy Amerika hamda chavoqlarni chilib, qizg'in olqish bildirdi. Dunyoning nariga borsa shundoq. Maqatimmi kim bilan Oqsaroydagi kurashdan keyin darhallam Angliyaga berib, yana 18 davlatning rahbarlari kurashdi. U yerdami yana qahramonlarcha qabul qilindi Zelenskiy. Endi mana bu boshqa o'zini bir dunyo cho'lpini deb hisoblab qo'yayotgandek ahvolni ko'rdim men. Shunga shartsiz birsan yordam deb bir birsan deblamkin aşağı talab qilayotgandek bir xil ko'rinishni berdi. Amaliyotda Ukrainaniki shu Rossiya bilan bo'lgan urushda hozirgichilik 3 yil bardoshlik berilishi Amerikaning yordami bilan bo'lgan. Agar obdan tekshirib baxsanglar, bu narsani bilsanglar, Amerikaniki yardım birinchi bo'lgan, Yevropaning bergan yordami bor. Pul miqdori jihatidan Amerikadan to'van, oz. Ondan keyin uniki qancha qismi haqiqiy yordam, qancha qismi qarz, bu masala bor. Lekin Amerikaning hozir qadar bergan yordami unda qarz emas, haqiqiy yordam endi. 6-nuqta Zelenskiy Yevropadan umid kutyapti. Amerikaga mushtaq bir pozitsiyada kirishdagi bir sabab, agar sen bo'lmasang Yevropa bor degandek mushtaq bir qiyofani namoyon qildi. Endi bizning nurg'un qarindoshlarimiz bor, Uyg'ur qarindoshlarimizmi? Ularni o'xshash qaraydi, agar Amerika bo'lmasa yer shari cho'lashni to'xtab qolmaydi, Yevropa yordam qildi deb. Yevropa eg'izaki xilda yordam qilib kelyapti, mening bilishimcha, mushqatimmi Oqsaroyda kirish bo'lgandan keyin 18 davlatlar darhol jiddiy yig'in ochib, Ukrainaga qanday yordam qilish to'g'riliq 4 qaror oldi. Bu qarorni ko'radigan bo'lsanglar, mazmuni asosan quruq. Uning ichida yana bu yordamlarning oqisida chuqur Amerika turish kerak degan bir modda bor. Yaqinda Amerika BDT'dan chiqib chiqish, NATO'dan chiqib chiqishning gaplarini o'tirib qo'ydi. Uni taqimidi, aslida qilib qolamdiki deb ansirgan amaliyotda. Oldingi seshanba kuni Trump xizmatda qilayotgan so'zlashdan burun mening bilgan degan intayin cho'ng xabar gapim bor, muhim xabarim bor deganda, ammo shu chog'da kishilar biz Amerika NATO'dan chiqdimiz demdiki deb o'ylagan. Ammo u gapni demadi. NATO'dan chiqatmadi. Bu yerda nima ish qiladi desanglar, NATO asosan Amerikaning o'qib qolgan iqtisodiy jihatdan. NATO'ni ko'tarib menayotgan shu Amerikaning iqtisodi bo'lib qolgan. Ashta bir ahvol bor. Hozir endi Germaniya Yevropadagilar mushtaqa vaqtlarda noiti isl chiroq qiladi bular. Noiti diplomatik qiladi, qo'pol qilmaydi, radikal qilmaydi, chiroq qiladi. Lekin amintiga qarab baxsanglar, egri masala bor bu yerda. Hozir Yevropa Ukrainaga yordam qilman desimi, qilolmaydigan bir ahvol bor. Masalan, o'qislar Yevropadagi eng kuchli davlatniki birisi Germaniya, yana birisi Angliya. Bu harbiy jihatda
Bütün Avrupa ellari ichida Angliya birinchi o'rinda turdi, eng kuchli davlat. Lekin Angliyaniki qisqa vaqtda urushga chiqara oladigan askarining soni aran 20 ming ekan. Hozir darhol askar chiqar desa aran 20 ming askarni chiqara olar ekan. Ularniki askarlarniki umumiy sonimi aran 150 ming. 150 ming askar bor ekan. Ondan keyin Germaniyaning hozir F-35 tipliq eng ilg'or urush aeroplanidan aran 6-simi 7-simi bor ekan. Ondan keyin tankidimi sal 100 dan ko'proq tankisi bor ekan Germaniyaning. Ashta bo'g'ashqa hozir Ukrainaga yordam qilaman desimi, yordam qilgudek ahvoli yo'q, sharti yo'q, sharoiti yo'q. Bu ikkinchi dunyo urushidan keyin NATO qurilib, NATO'ni Amerika ustiga gajgisiga evilib ko'tarib menib boshlab qolgandan keyin Yevropadagi nurg'un allar harbiy hamchiotni qisqartib, harbiyga pul xashlamay, pulni boshqa ishlarga xashlab boshlab ketdi ekan. Ondan keyin qurol zavodlari asosan ishdan to'xtab ketdi ekan. Qurol zavodlari asosan yo'q ekan. Hozir endi agar darhol Ukrainaga yordam qilish uchun qurol zavodlarini asliga keltiramiz, quramiz desimi, undan bir 5 yildek vaqt ketdi ekan. Ukraina 5 yil saqlab tura olamdi. Bu bir masala. Shunga andan keyin shu 2 kunning mobaynida Yevropa Angliya boshchiligida 800 milliarddak pul chiqaramiz deb ashtaqa gaplarni o'tirib chiqdi. Shu qanchalik jazmlashidi, qanchalik amaliyashidi aniq emas. Lekin bu pulmi qanchalik yordam, qanchalik qarz bu aniq emas. Ishqilib men yuqorida degan og'ir masalalar bor. Hozir bu ishni Yevropaga, butun Yevropaga o'tkazmagan vaqtda. Bu yerda bir tüp masala bizning xiljiq odamlarimiz tushunmayapti bu yerda. Hozir Trumpning tutgan yo'lini o'zini yolg'iz qoldirish, Amerikani yolg'iz qoldirish, Amerikani Yevropadagi va boshqa Kanada, Meksiko, Yaponiya qatorliq boshqa do'stlaridan ayrilib chiqib, o'zini yolg'iz qoldirish yo'liga menyapti deb qarayapti. Lekin Trumpniki va Amerika hukumatiniki maqsadi u emas. Ayrilib, sug'urib chiqib olish emas, boshqa do'stlaridan. Undaq emas. Amerikaning maqsadi biz sening eg'ringni shuncha uzoq ko'tardik. Hozir endi biz 37 trillion dollarlik qarzga bo'g'ilib, nihoyatda yomon ahvolga kelib qoldik. Sen bo'lsang, nihoyatda bizga qaraganda bizda qattiq ishlamay rahat yashayapsan. Masalan, bu yerda bir masala bor. Amerika 5 kun ishlaydi bir haftada. Yevropa 4,5 kun deyman, men bilishimcha 4,5 kunmi yo 4 kun boshqa ishlaydi. Paravarlik ishlari intayin yaxshi Amerika bo'lsa turgan chaqda, Yevropaning nurg'un allariniki paravarlik ishlari, davolanish ishlari intayin yaxshi Amerika qaragan chaqda. Lekin Amerika hozir 37 trillion dollar qarzga bo'lib ketdi. Biz buni ketaversak bo'lmaydi. Buni ketaversak biz vayron bo'lamiz. Bankrupt deydi o'zicha. Vayron bo'lamiz, xuddi shirkat vayron bo'lgan o'xshash. Shunga endi sanmu o'zingizning mas'uliyatni ado qiladi. Sanmu davlat kiriminiki kam deganda 2%ni davlat mudofaasiga ishlatib, bu aslidagi NATOga a'zo allarga qo'yilgan talabga bu. Lekin asosan ular qilmaydi bu ishni. Ashta 2% pulni chiqarib, o'zingni kuchlandi, o'zing qo'g'dirdak bo'l, davatidi. Yaqinda bu gapni Yapon qo'mi dedi. Biz Yaponni qo'g'daymiz, ammo Yapon bizni qo'g'damaydi. Deb Yapon qo'mi dedi, Trump bu gapni. Belki sabab nima desa, Yaponmi bilasizlar, naytib boy davlat. Amerika Xitoydan qarshi Yapon 3-chi o'rinda turdi deyman hozir. Ashta boy davlat, lekin ikkinchi dunyo urushidan keyin askarlarni amaldan qoldirib, faqat o'zini qo'g'diruvchi, zibiydi deydi. O'zini qo'g'diruvchi askarlar ashta qilib olgan. Hozir buningga 1945-yildan boshlab hisoblasak 80 yil bo'ldi. U vaqtdagi ahvollar allaqachon o'zgarib ketdi. Burun aslida Yaponiya bilan Germaniyani energiyatning kuchinib, yin tajovuz qilmasin deb ularni cheklagan. Bunda ishlar allaqachon o'zgarib ketdi bu ahvollar. Ashta bu vaqtda samoamda aslida ondan tu o'zining harbiy naslini kuchaytirib, o'zining qo'g'da bizga otilib olma deyotdi. Amerikaniki Trumpniki tutib qo'ymish shu.
아, bu mening tushuncham. Shunga qarindoshlar bunidan tushunmayotgan qarindoshlar izinib bosanglar bo'ladi. Amerikadagi hozirgi tutayotgan yo'limish shu. Yaqinda endi Zelenskiy bilan Trump ko'rishib, u yerda urushib, boshqa qilib bo'lgandan keyin Zelenskiy yana o'zgardi. O'zgarib biz bu kanni ichish, kanlarni ichish kelishimiga imzo qo'yishga tayyor, imzo qo'yaylik, biz tayyor, qachon desang boramiz, imzo qo'yaylik deganda Amerika jim turib oldi hozir. Amerika jim turib olib qolmay, Ukrainaga bergan berayotgan barliq harbiy yordamlarini to'xtatdi. Dahi bermagan qurollarni to'xtatibdi. Yo'lda ketayotgan, Ukrainaga qarab ketayotgan qurollarni shu aslida Polshaga borganda Polshaga oldi, Polshaga olib shu yerni akirdi ekan Ukrainaga, mening bilishimcha. Ularni shu yerga to'xtatib qo'ydi, to'ngtib qo'ydi. Ondan keyin Amerika Ukrainani harbiy axborot ma'lumotlar bilan ta'minlab kelayotgan. Buning ichida Elon Musk'niki Starlink degan xabarlashish sistemasining roli bor. Amerika uni to'xtatib qo'yibdi hozir. To'xtatib qo'yibdi ekan, hozir endi Yevropa u xabarlashishni biz ta'minlaymiz, u yerdan qilamiz deb davotidi. Ishqilma necha kunning moyaqi bu yon endi Ukrainaning ish ahvoli xil nachar. Tunugün 7-sila tunugün Rossiya Ukrainaga cho'ng ko'lamli hujum boshlabdi, hujum qilibdi, yana bomba etibdi. Jami 67 bomba etibdi. Nurg'un bir qism tok chiqarilgan zavod yo'q degandek bir qism yerlarni bombardimon qilib etibdi tunugün. Aslida men Putin unda qilmaydi deb o'ylagandim. Nimishqa deganda hozir Trump bilan Zelenskiy kelishamayotgan ahvol ostida Putin sal o'zini besib turib, mashina sal chantozanglar o'ltirg'ichi saqlaydi deb o'ylagandim. Unda qilmaydi, cho'ng urush qilibdi. Shundan keyin Trump yana Rossiya ustidan e'pordigan embargo bir qism jazolash tadbirlarini texnik kuchaytirganligini e'lon qildi Rossiyaga. Ashta qilib yana fallar bo'yotdi endi. Bu yerdagi gap hozir ilishkin Amerikaniki bir qattiq achchiga kelgani uchun sal jim turibdi. Andan keyin asosligi Yevropani qistab, sizlarni bir ish qilinglar deb ash nuqtadan. Lekin agar bek uzoq bu ahvol uzoq davomlashib ketsa, Ukraina bardosh qilolmasligi mumkin. Shunga bu ish qanday bo'ldi bilgil olmaydi. Ishqilib umumiy ahvol bek ichinishliq. Bizning ishimiz eng ichinishliqdi. Dunyodagi diqqatni xil tatgan to'q. Lekin bizning ishimizning natijasi chiqmay, bu ishlar to'g'ilib ketib, mashaq ishlar bo'lib turibdi. Aslida mening bu bandaq ishlar to'g'riliq bakching to'xtalib qilib ketganim yo'qdi, izni qilib ketganim yo'qdi. Ammo hozir shu uyg'ulashidami bu Ukraina Rossiya urushini cho'ng tema hozir har xil toplarda uyg'urlarni zo'r basmunozir qilyapti bu vaqtda. Ashta bu boshqa men o'zimniki tushunchalarini biroz sizlarga so'zlab beray deb o'ylab narsani tayyorlab qo'ydim. Endi Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilishida rol o'ynagan muhim bir narsa bor. U nima desanglar, NATO'niki Sharqiy kengashi. NATO'ning Sharqiy kengashi. Ukraina Yevropaning sharqida. Sharqiy kengashi men 2017-yili 5-ayning 19-kuni bir maqola yozgan. Al Ruhlan degan ism bilan. 5 iyul Urumchi voqeasidan keyin men maqolasini to'xtatmadim. Lekin Xitoylar meniki men qotgan ishlarga bek sezgir bo'lib ketganligi uchun o'zimning ismini ishlatmay, erkinsizlikni ishlatmay, dastlabda bilim xumor degan ism bilan maqola yozdim. Keyin Al Yüksel degan ism bilan yozdim. Ondan keyin yana bir qancha maqolalarni Al Ruhlan degan ism bilan yozdim 2017-yili. Aslidagi kutgan umidim keyin vatan ahvoli yaxshilanib qolsa bu maqolani vatanlik to'rlarga chiqaraman deb boshdan o'ylagan chog'da 2017-yili 1-oyda meniki vatanlik to'rlarga maqola chiqarishim butunlay to'xtadi. Eng oxirgi Misranim degan tor betimni taqlib ketdi.
shuniki mana ism bilan maqola yozishga boshlagan. Bu maqolada 2017 yilda qilgan maqola nimishqa liderlar yolg'onchilik qiladi degan maqola. U maqolada men Amerikada bir nayda danliq xalq ishlar, xalqaro munosabat ilminiki mutaxassisi bor. O'zi Harvard universitetidagi professori John Mearsheimer adamning ismi John Mearsheimer. Bu adamniki bir danliq kitobi bor. Nimishqa liderlar degan davlat rahbarlari endi. Nimishqa liderlar yolg'onchilik qiladi. Xalqaro siyosatdagi yolg'onchilik haqidagi haqiqatlar kitobniki uyg'urcha ismini uyg'urcha tarjima qilsa boshqa bo'ladi. Ashta bir kitob bor. Men maqolada shu kitobni tunishtirgan mazmunini endi. Bu maqola meniki 8-tor kitobimda bor. Men hozirga qadar jami 15 parcha kitob tayyorladim. Onundan 7sini 1000 danadan bostırıp haqsız taqatım. 8 dana kitap, tor kitap, kitap şeklinde hazır mı var? Başka bir qancha yerlerden var. Meniki Ma'rifat.com degan tor betimde var 8 kitapta. Eğer xalsanı ko'rib bassanlar bo'ladi. Endi 8 kitapning ismi Dünya Cho'ng kemisidagi Xitoy va Uyg'urlar degan kitobda. Men kitobning rasmini ko'rsatib qo'yman desam, menga chiqmabdi. Chiqdim bir qarab boqay. Bir narsani mangdosam kelmabdi menga. Endi shu John Mearsheimermi nima uchun Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirdi degan mushaqda so'zlagan necha suhbatlar bor bu odamniki. Bugan mazmunni bakcha bo'lib ketgan uchun bu to'g'ri to'xtalmayman. Klar qatammi yoki sizlarga bir qatamda men mush to'g'ri tushuncha beray biroz. Nima uchun Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirdi? Buningda albatta Rossiyaniki mohiyati bor. O mohiyat nima desa, Rossiya o'ziniki dunyoni so'rgan imperiallik o'rnidan tushib ketganiga intayin ko'ngli yerim. O'ziniki g'ururini, o'ziniki milliy iftixorini asliga keltirish, dunyo xo'ja bo'lish xayoli bor. Bu muhim narsa. Lekin Rossiyaniki mush urushni qilishiga turtki bo'lgan bir qancha omillar bor. Shu NATOniki sharqiy kengayishi jihatda. Men sizlarga bir qatim fursat topib qolganimda shu John Mearsheimer'niki sadi deganlarini deb beray. Bu kishi Rossiya tajovuzchi urushni boshlashdan xili burunla Amerika hukumatini ogohlantirishga boshlagan. Sizlar maoshni qilmanglar, nimani Ukrainani NATOga akirishni gapini qilmanglar, bu ishni qat'iy to'xtamlar qat'iy bo'lmaydi. NATOni sharqqa kengaytmanglar, keyin Rossiya jim turolmaydi deb buni najiq ogohlantirgan, lekin hech kim anglamagan odam gapini. Naytı isimden chiqmaydi. 2020-yili Biden prezident bo'lmanda saylov ishlarini qilayotgan vaqtida bir muxbir sizning nazaringda hozir dunyodagi eng xatarli davlat qaysi? Eng xatarli odam qaysi desa, eng xatarli davlat Rossiya, eng xatarli odam Putin degandi. Qattiq Xitoy demagan. 2020-yili. Amaliyotda Xitoy edi. 2020-yili Rossiyaniki kuchi jiq ojizlab, undaq bir Amerikaga yoki dunyo tahtiga bir holatim yo'qdi buniki. Ama tatlaverdi. To'qmoq uraverdi. Jim turvas uraverdi. Oxiridan kim bu urush bo'ldi. Chiqib motorlik masalalarga bilan keyin ayrim to'xtalay degan mushuk deb qo'yib turay. Abatin deganimdek Amerikaniki tutayotgan yo'li o'zini yolg'iz qoldirish emas. Qolgan boy davlatlarni harakatga keltirish. Qolgan boy davlatlarni o'ziniki harbiy jihatdagi mas'uliyatni ado qilishga qistash. Asli maqsad shu. Meniki yakunim. Andikin hozir yaqinda shu qatim Trumpniki degan so'zlarining ichida chiqqan bir gap bor, shu seshanba kuni degan gapning ichida. Hozir Xitoyniki Amerikaga va boshqa g'arb ellarga singib kirishi intan kuchli ketdi. Andikin harbiy jihatdami Amerika ba'zi shaklda kayni qilyapti. Masalan, hozir Amerika bir parxut yasagan vaqtda Xitoy 300 parxut yasay oladi. Hozirgi iqtidori shundoq. Sanoat jihatdagi iqtidori, harbiy jihatdagi iqtidori Amerika bir parxut yasa, Xitoy 300 yasay oladi.
Xitoyniki hozir parxod soni dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tib ketdi. Shunga Trump bu qatim Washingtonda bir parxod yasash idorasi qurayman, ashta qurib Amerikaniki harbiy parxod yasash ishlarini asli keltiraman degan gapni dedi mishqatim. Ondan keyin Trumpniki bu soda mahsulotlarga boj qo'shish ishlari. Buni hozir Amerikaga qo'shiman deyotdi, qo'shdi, Kanadaga qo'shdi, Meksikaga qo'shdi, Xitoyga qo'shdi, Yevropa, Yaponiya, Hindiston shularning gapim bor hozir. Bularni shu soda beji qo'shishdagi maqsadi, Trumpning maqsadi Amerikaniki shirkatlarini Amerikaga qaytarib kelish hamda ishlab chiqarish qobiliyatini asliga keltirish. Hozirgi ahvol intayin vahshiy. Xitoy dunyodagi nurg'un ishlab chiqarish zavodlarini vayron qilyapti. Vayron qilib etib, hozir nurg'un mollarni Xitoydan akamisi bo'lmaydigan bir holatga kelib qo'ydi. Buning darajasi qaysi darajada desanglar, Amerika qurol ishlab chiqaradi hozir. Buni ko'p sonli qurol ishlab chiqaradi. Bu qurollarniki xil bir qismlariga nayta aqlliq zapchastlar bor. Yerim o'tkazgich detallar bor buning ichida. Shu Amerikaniki qurollarga ishlatadigan yerim o'tkazgich zapchastlarniki 40% Xitoydan kelgan. Hozirgi ahvol. Hozir dunyodagi vaziyat shunday vahshiy hozir. Ashta bo'g'ashqa Amerika ish yapar bilan davatidi, bir qism ishlarni qilyotidi. Shunga buni mesela cho'ngroq doiradan tushunish kerak. Yaqinda Polshaniki sobiq prezidenti bir gapni dedi. Hozir 40 milyon nüfusi var Avrupa, 140 milyon nüfusi var Rusiyaga taqabul turishda, 300 milyon nüfusi var Amerikadan yardım so'rayotdi degan bir gapni dedi. Ahvol shundoq. Shunga endi nurg'un ishlar bor, achchiq. Adam yaxshi ko'rmaydi, odamning ish etishidi. Lekin amaliyot bir qism ishlarga qisqaryotdi. Shunga buni mesela cho'ngroq doiradan tushunish kerak. Bugun so'zlaydigan 6-mazmun NASA'niki bir ishni so'zlab beray. 6-si NASA'niki Intuitive Machines 2 degan bir olam ushqiri oyga qo'ndi. Bu NASA'niki shu oyni qaytadan tekshirish cho'ng planlariniki bir qismi bu. Ashta bo'lganda men shu naq maydon buni shu SpaceX'niki raketasi chiqdi u yerga. Shu bo'lgancha naq maydon videosini Facebookga qo'yib qo'ygandim. Nayta dag'dul bilan bo'lganda. Lekin bu olam ushqiri oyga berib, oyga qo'nibdi. Lekin oyga 4 fut bilan qo'nmay yiqib tushib yon to'qinib qolibdi. Yon to'qinib qilib, ashning bilan buni qo'piranmay, qo'pirib qo'yishlik to'klarni tugab uniki. Hozir ham uxlab qolgan o'xshaydi, ishlamaydi ekan. Bu qatimki bu mashinaniki maqsadi, vazifasi oyniki tuprog'ini teshib, uningda bir 3 kun bor yatishilgan narsasi. Ashni teshib, shu yaraning ostidagi gazlarni chiqarib, shu gazlarni spektrometer degan bir xil asbob bor. Muştaq havoga o'xshash, gazga o'xshash nur mashinaniki tarkibini tekshiradigan. Shularni tekshirib, shu orqali oydagi gazlar, yarasti gazida keyincha shu oyda agar insonlar o'ltiraqlashsa yoki u yerda tajribaxona bu narsa qursa, insonlar nafas oladigan oksigen qatorliq ashtaq moddalar, ashtaq tarkibi bormi yo'qmi shuni aniqlashgandik. Lekin bu bo'lmay qoldi. Amerikaning yana bir cho'ng qurilishi bor. Artemis degan qurilishi bir oy haqida. Mashinaga oksigендek gazlar bormi shuni qizish vazifasi bor ekandik, lekin bu mashina uxlab qolibdi. Qarag'anchada buni endi ishlatish mumkin bo'lmay qolishadi. Amerikaning yana ABX'i Intuitive Machine 2 ikkinchi mashina IM2 deydi. IM3 ni
2026 yıl qo'yib bermoqchi, IM4'ni 2027 yıl qo'yib bermoqchi. Bu sadiki ishlar yeni davomlashtirdi. Bu ishlarni davomlashtirdi. Vaqti kelgan chog'da sizlarga yana bu vaqtda so'zlab beraman. NASA'niki bu ishlarga ajratgan puli 2 milyard 600 milyon dollar ekan. 2028 yilgacha bu proyektni yapardı ekan. Bu demsə bugun məktəb sözlər işqib məzmun bəkçiq sizlərə həqiqətən qaysı məzmunlarını deyəmən degan to'liq qilib boshqa turman. Abətin degəndək yenə bir qism mühim nəsələr ayrılıb qaldı. Kilar qədimdə başlab qağallarını dəpləşib tirişmən. Yaxında Amerikadakı casuslarını tepib chiqish sahəsində çox iş başladı. Bunun bir tim buldu da əməliyyatda. Bu vaxtdan mən sizlərə yeni söz verməm. Bunu demsə, kilar qədimdə görüşəcək aman bulunlar. Xeyir xoş, Allah'a emanet.